Bilasizlar, Milano Bella hech qachon oddiy narsalarni aksiya qilmaydi. Eng trenddagi, eng brendli narsalarni aksiya qiladi. Mana ikkovi ham Zara'dan bo'ladi. Zara eng originali, eng trendli model, yana eng trendli fasonchalarki, garoshka bu yil 2026-yil eng trendga kiradigan fason. Garoshka bo'ldimi? Trend qarochi. E'tibor berasizlar koftachamizga. Hamma joy 180, 190, 200 ham ko'rdim, 170 ham ko'rdim. Lekin sizlar buni Milano Bellada 135 ming so'mdan yubkachani esa 139 ming so'mdan kilo xarid qilishlaring mumkin. Yubkacha xohlayli shifonli variant, xohlayli mana bunaqangi plesirovka deymiz, kitobiy tilda nima deyishini bilmayman. Bemalol kilo xarid qilishlaring mumkin. Endi ranglarni maqtanaman, e'tibor beringlar. Oq qoraga biz prosta look qilib qo'yganmiz. Xohlasanglar mana bunaqa ivory rangchasi, koftani bunaqa bordoy rangchasi, mana bunaqangi ivorysi bu koftachani. Yubkani ham shunga moslab mana bunaqa ivorysi olib qo'yganmiz. Xohlasanglar mana bunaqangi korishniy ham bor. Xohlasanglar yubkachani galvoy rangchasi ham bor. Narxlarni aytdim. Endi shuncha mehnat ketdi, like bosib ketmasangiz endi uyatda bizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bundan beriga har doim trendli narsalarni aksiya qilib boramiz. O'tkazib olmaslik uchun YouTube'da bo'ladigan qo'ng'iroqcha o'shani yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.